Assalomu alaykum. Mana shu videoni ko'rib turgan YouTube a'zolari. Mening ismim Nuriddin. Men shu Andijon, Namanganliklar bir-birlariga atvet yozayotganini ko'p ko'rdim. Akalar, bu shu darajaga yetib keldiki, qon to'kilishlar boshlanib ketdi. Bu oddiy hazildi deb, birovni kuldiraman deb chiqarilgan narsa bo'lsa kerak. Lekin akalar, bu narsani oxiri yaxshilikka olib kelmaydi. O'zlaring ko'rib turgan bo'lsalaring kerak. To'g'ri, ko'pchilik uzr so'rab, bir-birlaridan uzr so'rab qo'yapti, oxirida bir-birlariga so'kinib qo'yapti. Bu narsa to'g'ri emas akalar. Musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi, o'zbekchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Akalar, bu narsani og'izga olishni o'zi bir harom narsa. Odamni ko'rib bilmay turib bu narsaga atab qo'yish bu ham harom narsa, to'g'risi. Endi men o'zi bu narsaga qo'shilmoqchi emas edim. Andijonlikmi, Namanganlikmi, hammamiz musulmonmiz-ku. Bu narsani keragi yo'q edi. Shuning uchun akalar, shu narsani bas qilaylik. Mana safarda yuribmiz, hammamiz ham safarda yuribmiz. Yonimizda boshqa millatdagilar o'tirganimizda shu narsani aytsa, to'g'risi tilimiz qisilib qolyapti. O'zimizdan o'zimiz uyalib qolyapmiz. O'zlaringdan bilib turibsizlar buni. Bu narsani to'g'ri biz erkaklar ko'rmaymiz. O'zbek qizlari ham ko'ryapti. Boshqa chet ellik qizlari ham ko'ryapti. Menimcha bu narsa yaxshilikka olib kelmaydi. Endi aqllilik qilmagan, domlachilik qilmagan deyishlaring mumkin. Payg'ambarimiz jihod paytida, kofirlar bilan urushgan paytlarida, kofirlar ichidan kofir tomonidan bir yosh bola yugurib kelganda, sahobalardan bittasi aytgan ekan, ana kofirni bolasi, uni ham o'ldiraylik, u ham kofir deganda, payg'ambarimiz aytgan ekanlar: sen birovni bilmay turib kofir demagin. O'sha narsa o'zingga qaytib qolishi mumkin deb aytgan ekanlar. To'g'risi, hozir shu narsaga to'g'ri kelib qolyapti. Uni bilmay turib odamni sen bunaqasan, sen shunaqa ish qilding deb og'ziga olmaydigan gaplarni aytish menimcha o'ziga qaytib qoladi. Buni gunohi ham yomon akalar, u dunyoda ham, bu dunyoda ham. Endi ozgina oxiratimizni bo'laylik. Ko'pchilik ota-onasini qo'shib so'kinib qo'yapti. Ota-onadan nima ayb? Shuning uchun akalar, Alloh nomi bilan so'rayman, shu narsani bas qilaylik. O'zbekchiligimizga, millatimizga to'g'ri kelmaydigan narsalar. Chempionlarimiz yurib yugurib O'zbekistonda chet ellarga borib bayrog'ini baland ko'tarib yutib O'zbekistonni tanitayotgan paytda biz buna qilib O'zbekistonda obro'sini to'kib tursak, bizga uyat emasmi? Hammamiz ham musulmonmiz-ku. Yana bilmadim, balki menga ham javob yozadiganlar chiqib qolishi mumkin. Men Andijonlik ham, Namanganlik ham emasman, men Farg'onalikman. Akalar, iltimos shu narsani yo'qotaylik. Alloh nomi bilan so'rayman sizlardan, iltimos.